Xo'y, to'xta, bu yerga mumkin emas. Eshik oldida yozilgan oziq ovqat tashuvchilar kirish mumkin emas deb. Bugun boshqa kiyim kiygan bo'lsang ham kuryerligincha qolasan. Qanaqa yetkazib berish? Men savdoda qatnashaman. Auksionda qatnashasanmi? Hazillashma. Murshimlar kira olmaysan barabar. Bu yerda jang katta auksionlar bo'ladi va minimal chegara million bo'ladi. Buncha pul bormi o'zi senda? Itlar odamlarga past nazar bilan qaraydi. Kelyapmanmi? Demak qurbim yetadi. Buncha duqni qayerdan olyapsan bilmadim-ku, lekin pushaymon bo'lasan. Nima shovqin? Janob nihoyat shu yerda ekansizda. Bu bechora eltov xizmatidagilar ichkariga kirmoqchi bo'lgan edi, men ularni to'xtatib aytgandim. Sochin, sen rostdan ham nima deb o'ylaysan o'zi? Qayerga borsam ortimdan kelasan. Sen orqangdan kelmasa, kimning orqasidan keladi? Tushunarli, u yana senga o'zini ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Hatto o'yini ham sochiga tayyordir balki. O'zi kiyindan pul ortdimi? Achinarli, itni oxirgacha qancha yaratsangiz ham hech narsani olmaysiz baribir. Hey go'zal qiz, agar senga nimadir kerak bo'lsa, o'zim senga olib beraman. Bunday kelgash yaxshi emas. Nimani istasam ham Chen uni menga sotib olib beradi. Oh, janobjon, u hali ham shu yerda. Unga kelsak, u aksiyaning minimal boshlanish 30 millionga bilmasa ham kerak-da. Hattoki kirishga ham to'la olmagandir balki. Bu atiga 30 million. Xohlasang tekshirib olishing mumkin. Nahotki, agar sendan 30 million pul chiqadigan bo'lsa, sendan tiz cho'kib kechirim so'rayman. Qiziqmas. Agar yutqazsang, va'dangni bajarishga jasorating yetmaydi. Yetmaganda qandoq? Seni hozir ham ketishingga ruxsat bera olaman, agar yo'q desang. Tan olsang, Va'dangni qog'ozga yozib, poytaxtga imzolatib kel. Bu yerdagi xodimlar qayoqqa ketdi? Men uni tekshirtirmoqchiman. Hozir janob. Sochin, kapitanni tekshirish bo'yicha yurgan xodimlar bir kun kelib seni topadi. Istasang hozir ketishing mumkin va men bu gaplarni bo'lma deb hisoblayman. Yoki gaplarni tasdiqlash uchun qolishing mumkin. Va kelajakda buyurtmalarni emaklab bitqazasan. Yaxshi, sabr qil. Salom janob, kapitaningizni tasdiqlaysizmi? Ha. Unda menga kartangizni bering. Ba'zi odamlar tobutini ko'rmasdan turib xohlaganini qilaveradi. Hozir yaxshi vaqt emasmi? Nogironlar aravachasiga loyiqsan. Xush kelibsiz janob. Ushbu auksionda qatnashish uchun kartangizda balansingiz yetarli. Bu qanday bo'lishi mumkin?